Siz bogini bilan mani o'tirganimni gapirib o'tiribsizmi? Yo'q, men videolar ko'rsatdim. TikTokdagi videolarni ko'rsatdim. Aha. Bo'ldi, nima? Nimaga? Hamma biladi, men bogini bilan o'tirib, endi menga sizlardagi insonlarda unaqa tushuncha bo'lmaydi. Qanaqa bir erkak bo'lish kerak, ayol bo'lish kerak. Yosh bolalar ko'radi bunaqa narsani, kelajak nima bo'ladi, unaqa tushuncha yo'q-da, tushuntirganning foydasi yo'q. TikTokga kim nimaga yosh bolasini kirgizadi? TikTok shunaqa. Yosh bola, hozirgi yosh bolalar birovdan so'ramaydi. Maktab bolasi ham qo'lida telefon bor. Qarab o'tirsin, telefon ichida TikTok olib tashasin. TikTok shunaqa joy. Olib tashasin degandan foyda yo'q. Biza ham yaxshi gapirsang, shou bo'lmasa TikTok qiz emas. Qanaqa shou? Yo'nalish shunaqa. Shou yo'nalish emas, yo'nalish ekansiz. Yo'q, sizlarga nima farqi bor? Sizni eshigingizni taqillatib bezovta qilyaptimi? Menga nima farqi bor? Gapirib o'tiribsiz. Nimaga farqi bo'lmaydi menga? Savol sizga. Yo'q, nimaga gapirib o'tiribsiz? Siz kimsiz, men kimman? Nima qilib qanaqa pul topib o'tiradi? Qanaqa pul topib o'tiradi? Men o'tganim yo'q. Ha, sizga nima farqi bor? Kim TikTokda? Nimaga menga farqi bo'lmaydi? Men O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekistonda yashayman. Meni bolalarim shu yerda yashaydi. 5 ta bolam bor meni. Siz prezident. Men Shuhrat Musayevman. Siz kimsiz? Jurnalist, bloger Shuhrat Musayevman. Ishingizni qiling, bu yerdagilarga ishimni qilyapman. Millatimdagi razolatni, faxshi, 120-modda, unaqa gapirmang. Unaqa gapirmang. Men bilan unaqa gaplashmang iloji bo'lsa. Siz TikTokni qo'lingizga ushlamaysiz. TikTok shunaqa joy. Siz qo'lingizga menga TikTokni tushuntirmang. Men TikTokda yurganda sizlar yo'q edinglar. Yo'q, mayli siz qachon yurgansiz, meni ishim siz TikToklarni ushlamaysiz. TikTok shunaqa. Yo'q, men bunda ushlamasam, men o'zimni hissamni qo'shaman. Odamlarning miyasini to'g'irlayman. Sizlar o'tirib masjidda o'sha shou qilib pul topyapsizlar. Odamlar qarzini to'lamayapti. Odamlar kreditdan chiqa olmayapti. Odamlar rivojlanmayapti. Men qarzi bilan mening ishim, o'lib ketmaydimi? Menga nima? Mana bu insonlarning ahvoli. Sizlar shularni podдержка qilib, shularni ko'rasizlar. Meni qornim och qolsa nima, u menga 4 ta non beramidi? Mening ishim bor. O'shalar sizni efiringizni ko'ryapti-ku. Sizni efiringizni o'shalar ko'ryapti, ular bo'lmasa to'shni och qoladi. Mening ishim bor. Yoki sizni qorningiz och bo'lsa, mening ishim bor. Yo, men qornim och bo'lsa, sizdan bir kosa ovqat so'rayapmanmi? Ovqat so'rayotganingiz yo'q, qilayotgan ish to'g'rilash kerak. Qo'ymaydi, kim pulini to'lamaydi, kim och qolmaydi. Mening ishim yo'q. Men birovga tegmayman, birov ham menga tegmasin, bo'ldi. TikTokni qo'lga ola olmaysiz. TikTok shunaqa joy. TikTokda hamma shou ko'rsatadi. Ishonasizmi? Yo'q, ishonasizmi? Olaman desam o'varaman. Pul topadi. Ishonasizmi? Olaman desam o'varaman. Ola olmaysiz. U shunaqa. Yo'q, siz shunaqa olmaysiz. TikTokga ola olmaysiz. Qo'lingizga katta gapirmang. TikTokga menga qarang. Mingta chetdan kiradi odam. Dunyo bo'yicha, yer shari bo'yicha odam kiradi. Siz ushlolmaysiz TikTokni. Men ular bilan ishim yo'q, men O'zbekiston bilan ishim bor. Bittasi Turkiyadan kiradi, men O'zbekistondan kiraman. Bittasi Amerikadan kiradi. Vidushi juda ko'p bo'ldi. Ushlolmaysiz. Katta gapiryapsiz. Ushlolmaysiz. Qonun chiqsa-chi. Hamma chetidan. Qonun chiqsa-chi. Qonun nima? TikTokga O'zbekiston kirmasin degan qonun chiqarasizmi? Yo'q. TikTok chiqarsin degan qonun chiqarasizmi? Yo'q, chiqarsa-chi. Menga qani o'zingizdan prezident yasab olmang. Siz prezident emassiz, o'zingizdan prezident yasab olmang. O'zingizdan prezident TikTokdagilar nima qilyapti? TikTokdagilar harom yeb yotibdi. Yechinyapti, yalang'och bo'lyapti, mukrish bo'lyapti. Qo'lingdagi bolangni telefonini qarab o'tir, TikTokda. Hech bo'lib yurishdi. Yosh bolaga nima bor? Mehnatdan qochyapti, mehnat qilib pul topmayapti, bichni qilyapti. Kimni hayoti o'ziga? Hech kim bizga bolangga TikTok ochib bergin demaydi. Siz TikTok bolangga TikTok ochib bermasa ham, bolalar maktabda yuradi, kichkina bolalar bor, qo'lida telefoni bor. Sizlar TikTokda yuribman deb o'ylayapsizlar, sizlar Instagramda yuribsizlar. Men videolarni Instagramdan olganman. Mayli, internet olaman, hozir atim
kirma, olami, pastga botsin, ko'chaga kirib ketsin. Transvestitlar bilan hamma yoq to'lib ketsin. Dunyoga keng ko'z bilan qarang. Dunyoga meni ko'zim bilan siz qaraganingizda siz yaxshi yashab ketgan bo'lardingiz. Ko'zingiz bilan qarashni xohlamayman, o'zimni ko'zim bilan. Xohlamayman. O'sha ko'z bilan qarang. Olloh bermagan sizlarga ko'zni, shayton bergan menga. Internet juda katta joy. Ushlamaysiz. Internet juda katta joy. Zekaga noto'g'rimi? Menga qarang, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida TikTok запретный platformami? Sizlar VPN orqali kirib ishlatyapsizlarmi? Ha, ishlatyapmiz. Nima qilamiz? O'zbekistonda ommani oldiga chiqib fahish ishlar qilish qonunan taqiqlanganmi? Kim fahish ish qilyapti? Lishna men batil o'ynamayman shartda. Men efir ochib hammasi qilib yotibdi. Men sizni fahish qildingiz dedim. Qilganlarga gapiring unda. Meni gapiring. Men sizga gapirayotganim, men ommaga gapirib o'tiraman. Men o'tiraman, efir ochib. Gucci. O'tiravering. Bir tane fahish qilyapsan demayapti. Murosasiga kelinglar. Meni gapirib o'tiribdilar. Men Baginyani ko'rsatdim, Baginyani ko'rsatdim. Men sizni tanimayman. Seni so'qyapti deyapti menga kelib. Seni gapirib o'tiribdi. O odamlar yoziladi. Bunga ham yozishadi. 80 so'kyapti deb bunga ham yozishadi. Men bunga oldinda bir gaplashdik. Shuhrat mabodo yozib kelsa kelmagin. Men anaqa eshitmagin bularni. Dindan qo'yib yuborgan dedim men. Necha marta yozdi? 80 so'kib o'tiribdi, 80 so'kib o'tiribdi deb bunga ham. To'g'risida bu odamlar aytadi, sen so'kadi. TikTok shunaqa joyda, TikTok qizuv mana shu jinniliklar qilinadi. Ha, o'sha narsani men aytib o'tirman. Ey, Gucci. Odamlar o'sha dalbayobliklarni ko'ryapti-da, hayoti amiga kirib ketyapti deyapman. 1-2 bo'lmayapti, bilim olmayapti, ilm olmayapti, kelajakka harakat qilmayapti. Mana shu dalbayoblarni ko'rib umri o'tyapti deyapman. Hozir oladigani olyapti, o'qiydigani o'qiyapti. Hozir bizning maktabda ertalab bolalar maktabga kelgandan direktor turadida shimon qiladi bolalarni. Telefoni bo'lsa, kartochka beradi, telefonni mana bu yoqqa qo'yib qo'yadi. Gaplashmaysan. Ketayotganingda olib ketasan. Uyingda nima qilsang qil, u yoqda bizga javob bermaymiz deb telefonni shimon qilib kirayotgan. Mana bu protanjalar yosh 50 ga borib qolgan qizlarni jala mamnaq qilib, anaqalar qildirib yuribdi. Uyat yo'q jala. Boshiga ro'mol kiyib olib, kelin salom qilyapti. Yo banavrot. Zek brat biladi. Sistema ko'rgan odamsiz. Nima qilyapsiz? Savol. Nima qilyapsiz? Ye, bilash, sistemani ko'rib chiqqan odamlarda panatga zo'r bo'ladi, brat. Siz boshingizga ro'mol tashab biladi. Kelin salom qilyapsiz. U ayb. To'g'rimi shu? U bilan hech kim ayblamaydi. Yo, u aytma. Billa. Yashayman, buncha politsiya oyna kerak emas-da, jala. Bunda fortichka bo'lsa, fortichkada mana shu billa kalla sig'sa bo'ldi, ko't sig'ib ketadi. Da, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Xafa bo'lmaysizlar. Ani razolat, shayton, isqirtlik bor joyda unga qarshi chiqadigan menga o'xshagan odamlar ham bo'ladi. 2 qo'l, 5 qo'l barobar emas u. Kimdir iploslik qiladi, kimdir iplosligiga qarshi chiqadi. Bu hayot qonuniyati. Shuning uchun sizlar iplosliginglarni qilaverasizlar, men sizlarga qarshi chiqaveraman. Tamom. Boshqa muammo yo'q bu yerda. Menga qara, Gucci. Agar xohlasanglar, Nobodoga duel qilamiz desanglar, qadimda o'sha qadim zamonlarda duel qilishgan. Otib boramiz, muammo yo'q. Bu ishini qilsin. Bu ishini qilyapti o'zini, biz ishimizni qilyapmiz. Ha? Shunaqa, hamma o'zining ishini qilib yuribdi. Yo, shu ishni bir joyga qo'yish kerak-da, hozir Shuhrat aka bizda nima qilish kerak, Shuhrat aka? Voy, sal mana umumiy hisobda bitta tushuncha olinglar. Biza bolalarimizni kontrol qilsak ham, boshqa qilsak ham, bolalar shu narsani TikTokga kirmasa ham Instagramda kirib ko'rib qo'yapti. YouTube ochiq o'ynayni nemaga YouTube'ga qo'yilyapti, YouTube'da ko'rib qo'yapti. Isqirtlik, billat avjiga chiqib ketganda, sal to'g'rilash kerak-da buni. Mayli kulgili bo'lsin, mayli boshqa bo'lsin. Ayol kishilar, uzru amlarini ko'rsatib o'tiribdi. O'g'il bolalar cho'chog'ini ko'rsatib o'tiribdi. Qanaqa u? To'g'rimi shu? Bizda hammanglarni bola chaqanglar bordir-u, ertaga kelajakda bu narsalar internetda qoladi-da. Otang kim bo'lgan, onang kim bo'lgan bo'lsa, shu ko'rinadi ertaga kelajakda. Va qo'yavering. Kim qanaqa fikrda, nima unisi menga qiziq emas. Alo. Men gapirsam bo'ladimi? Men ham gapirsam ustoz. Da. Gapiring. Necha ustoz men gapirsam.
Uyda olmagan tarbiyani ko'tarolmayman TikTokda. Deyman, shuni Yo'q, gapirib aka, men ketaolmayman. hozir esimdaman. Bu shunaqa joy. Uyda olmagan tarbiyani ko'tarolmayman, men ololmaydi. Ishonib uyda. 100%. Shunaqa, Ha, o'zi bu shunaqa, shunaqa lekin haromi joy. Odil mana bunaqa narsada hozir kontrol borku, juda qiyin bo'lyapti. Ko'ryapsan, ko'chaga chiqadi, oshna og'ayni, bolalar, qismaytab, sinfdosh, balo battar. TikTokka kirma, o'chirib tasha, Instagramga kirma, o'chirib tasha, xush, YouTube ochiq, boshqa joylar ochiq, Telegramlar ochiq. Hamma yoqdan hamma narsa tarqalib yotibdi-da. Biz avjiga chiqib ketamiz. Bizning millat avjiga chiqib ketib qoladi. Bitta asal qilib 2 shartda o'ynaydigan narsangiz. Qarasiz 3 marta shartda o'ynaydi. Aka haydang. Shuga bir 3 2 Men shartda o'ynamayman Biz shartda. chiqtiramiz, Men o'ynayman. zo'r pul topasiz. shartda o'ynaydigan narsangiz. Opa, Guchi opa, men 2025-yil 1.100.000 dollar pul topdim. Shartdan boshqadan battle o'ynamay. Xohlasangiz mana ko'rsatib ham beraman. Mana Capital Bank men sizga ko'rsatib beraman. Men shart part qilishim shart emas. Yoki battle o'ynashim shart emas. Yozurmaylar hadeb, nimaga sutxo'r yozyapsizlar? Men sutxo'rlik qilmayman. Men qurilish kompaniyam, avtosalonim bor. Jinniromisizlar? Bloger, men taniyman bu odamni. Yozurmaylar unaqa gaplar. Mana. Ko'ryaptimi? Ha, Capital Nima Bank bu aka? ko'rindi. Nima, siz yaxshi tushunasiz men bilaga, Odil. Yozurmaylar sutxo'r deb. 13 milliard 653 million 606 ming 277 so'm. Menga u keragi yo'q. Odam bilimini ishlatib ham soqa qilish imkoniyati bor. Yozurmaylar unaqa sutxo'r, jonimga tegib ketdinglar 700 ta odam. Va yozursin. Yozursin. Men sutxo'rlik umrimda qilmaganman, birovga pul bermaganman. O'zi aytyapti, hech kim yozgani yo'q sutxo'r deb deydi. Voy, mana bitta ikkinchi telefoningizda bitta kiring. Kiring ikkinchi telefoningizda bitta kiring. Kiring mana, kiring yolg'on bo'lsa. Ya, menga qiziq emas bu. Ko'rsatasiz. Oddiy bosib qo'ydi, shartda emas. Svetoforda tursiz, peshxodni. O'g'lar charchamanglar, men o'zimni fikrimni aytaman, har doim aytib kelganman. O'zimni pozitsiyamda turaman. Sizlarni o'zingizlarni hayotinglar, o'zingizlarni yo'linglar, meni o'zimni hayotim o'zimni yo'lim. Va endi bizdan ham bola-chaqam yashaydigan jamiyat uchun kurashishda to'xtamayman. Ava, lekin verma. Bizdan xafa bo'lmang, bizning ishimiz shu deb, men shuni qilmasdan pul topaman. Men mana shu yerda yeb ichishimga, kiyinishimga Odnastoron yo'l borku. Ishim Odnastoron yo'lku, shunga qarab ketiladi baribir. Nima ekan? Shunday ezdi 3 minut, 4 minut deb bor-ku meni TikTokam. Yo'q, to'xtang. Ana bitta mujik bor, oti nima o'shani, mana dalbayib oti nima? Bir yoqmadi, bir yoqmadi. Mana shu dalbayib kim? Dolni filmdagimi? Qani ko'rsatib o'sha dalbayibdi? Ha, bo'ldi, oz. Mashina nomeri chiqadi? Ha, bo'ldi. Kim bu? Kim bu dalbayib? Kim bu chol? Bu Alisher bu Alisher. Bu Andijondan. Ismi Alisher buni. Bilak, miyasi yo'q bile. Uyubik anetda qudandalik bo'lib ketgan odam ahvolni qara o'tirishini biladi. Qizlarni yechintirib shart beradi. 75 ga kelgan boboy battle o'ynayaptilar hozir. Pul ish qillar kecha. Yoshiga qo'ttaram unaqalarni, miyasiga ham qo'ttaram. Pul ish qillar kecha. Hamma bor-ku. Xudoni esdan chiqarib qo'ydi-da, hammani xudosi mamnun bo'lib qoldi. Mana menba hammani xudosi bo'lib qoldi. Mana menba Voy, bo'lsa pul ko'p ekan-a. Hammani xudosi mayli bo'lib qoldi. Mana dard shu. Azak kartasini tashima. Voy. Shuning uchun bizni xudoyimiz bu emas, o'rtoqlar, charchamanglar. Hammamiz o'lamiz, Allohning oldiga boramiz. Allohning oldida javob beramiz. Charchamanglar, joninglar bo'lsin.